Bitta eslatma, elektrovoz bilan Dynacort bitta firma, ya'ni birgalikda mahsulot ishlab chiqaradi, texnika ishlab chiqaradi. Shu narsani hisobga olinglar. Agar haqiqiy originali bo'lsa, Dynacort patelkalar ko'payib ketdi hozirgi kunda. Kimdir qimmat deb yozishi mumkin, lekin mana bu yerda turgan original narsalarni hisobga olib ko'rsanglar, lekin o'zi apparat narxiga borib qoladi. Assalomu alaykum, hurmatli apparatchi akalarimiz va apparatga qiziqadigan aka-ukalarimiz. Sizlarga tayyor 0 dan 100 gacha taxlangan, sagrasovkalari qilingan Amerikadan kelgan kolonkalarni va apparatlarni sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana shu apparatimiz sotiladi. Narxini videoni oxirida aytamiz akalar. Bitta like bosib qo'yinglar. Xo'p, gapni qisqa qilamiz. Nimalar borligini ushbu apparatimizda sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, yaqinroq olib keling. Birinchi o'rinda mana Electrovoz firmasini haqiqiy original kolonkasi 18 dyumli bo'ladi. Mana o'zi emblemasidan bilsanglar bo'ladi. Bu haqiqiy elektrovozli kolonkasi. Korpusi mana yasalgan, admodga bo'lmagan, radnoy turibdi. Juda ham zo'r effekt beradi. Buni ishlatib ko'rgan odamlar bilsa kerak, haqiqiy original germanskiy kolonka bo'ladi. Bitta eslatma, elektrovoz bilan Dynacort bitta firma, ya'ni birgalikda mahsulot ishlab chiqaradi, texnika ishlab chiqaradi. Shu narsani hisobga olinglar. Agar haqiqiy originali bo'lsa, Dynacort patelkalar ko'payib ketdi hozir. Sredinalarimizga o'tamiz. Bu yerda 15 dyumli Blackweight kolonkalarimiz turibdi. Bu ham original amerikanskiy kolonka bo'ladi. Blackweight firmasini ishlatib ko'rganlar bo'lsa kerak. Juda ham effekti zo'r kolonka. Yopiq joylarni bor, yondirib tashlaydigan kolonka bo'ladi bular. 15 dyumli, bular ham radnoy turibdi, admodga bo'lmagan. Peshalkamizga keladigan bo'lsa, elektrovoz firmasining peshalkalari turibdi, ya'ni magnitlari. Rupperimizga keladigan bo'lsa, 750 driver deymiz, o'shani rupperda qo'yilgan. Filtri ham elektrovoz filtr qo'yilgan. Ushbu kolonkalarimizga eng glavniy narsa original kolonka, original peshalka, original filtr qo'yilgan. Xo'p, bu yerda bo'lsa, tepasida 12 dyumli Blackweight firmasining bu yerda ham kolonkasi turibdi. Bu ham original kolonka hisoblanadi. Juda ham effekti zo'r. Uni yuqorisida bo'lsa 51 original peshalka qo'yilgan. Monitorlarimizga keladigan bo'lsa, Yamaha firmasining Messer Turist modeli ekan. Aktivniy bo'ladi albatta. Ushbu apparatimizda monitor bo'lib xizmat qilyapti hozirgi kunda. Mana stoykalari ham bor va apparatimizga qo'shimcha mana mikrofon stoykalari ham ko'rsatib o'tasiz. Ushbu apparatimizda mana chexollari, kabellari, hamma narsasi joyida. Mana bitta qo'shimcha qilib eslatib o'taylik. Mikrofon, later, hamma narsasi va hokazo 0 dan 100 gacha topasizlar. Bittagina AUX kabeligacha ham ushbu apparatimizda mujassam. Xo'p, unda rekimizni ko'rsatamiz. Mana rekimiz holatini ko'ringlar. Juda ham zo'r qilib taxlangan, haqiqiy professionalniy rek bo'ladi bu. Hamma narsasi Amerikadan kelgan. O'zi buni tushungan odam birdan tushundi. Hamma oscillator, kontroller, reverimiz hammasi haqiqiy original narsalar. Bitta-bitta sizlarga nimalar borligini ko'rsatib o'tamiz. Sal yaqinroq olib keling. Xo'p, Liza kolonkamizga PV 2000 qo'yilgan. Mana ya'ni bu oscillatorimiz Lizaga ishlatiladi. Har bir kanaliga 1000 dan 2000 chiqazadi. O'zi haqiqiy original kaneslar, oscillatorlar unaqa ko'p katta kilovat bo'lmaydi. 1000 yoki 1500 vattgacha berishi mumkin har bir kanaliga. Sredinamizga ham xuddi shunaqa kanes turibdi. Haqiqiy mana Maden USA original PV kanesimiz bu ham 1000 vattdan 2000 vattgacha beradi. Bu Sredina kolonkalarimizda ishlatadi. BSS firmasini BTS 355 kontroller turibdi. Bundan topish qiyin, anchagina buni ishlatib ko'rganlar o'zi bo'lsa kerak. Kommentariyaga fikrlarni yozib qo'yinglar. Juda ham moshniy, juda ham toza ishlaydigan apparat hisoblanadi. Bu yerda bo'lsa Alesis firmasini 18 bitli reveri bor. Bu reverimizda hol pavtor reverlari ham bor bu sxemaning ichida. Va pultimizga o'tamiz. Pultimiz o'sha original pult hisoblanadi. Mickey firmasini 1604 Velzi Pro varianti. Buni Velzining o'zi ham bor, bu Velzi Pro varianti akalar. Bu haqiqiysi original hisoblanadi. Mana transformatori ham bor. Bundan tashqari UPSimiz ham bor akalar. Qisqasi apparatimizga hech qanaqa kamchiligi yo'q. Olib yana ham o'zlaringizga moslab olasizlar. Apparatimiz narxiga keladigan bo'lsa 5200 AQSh dollari, yana ham albatta savdosi bor. Men egasining raqamini pastga qoldiraman. Egasi bilan gaplashib ko'rsanglar bo'ladi. Savdosini kelishtirib beradilar. Kimdir qimmat deb yozishi mumkin, lekin bitta mana bu yerda turgan original narsalarni hisobga olib ko'rsanglar, lekin o'zi apparat narxiga borib qoladi.
yana ham savdosini qilasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.